Assalomu alaykum hurmatli kanal obunachilari, bizni kuzatib borayotgan aziz muxlislar, barchalaringiz alangalik salom. Musofirda yurgan birodarlar, Moskva, Peter, Kurgan, Novosibir, Xabarovsk, Tyumen, Irkutsk, Perm. Yana sanasak tugamaydi, o'zlaring bilasizlar. Juda ko'p viloyatlar bor. Ya'ni Turkiyadan kuzatib borayotganlar, bizda Koreyadan, Amerikadan, dunyoning barcha mamlakatlaridan kuzatib borayotgan do'stlar, barchalarga alangalik salom. Do'stlar, mana bugun 2025-yil 9-may xotira va qadrlash kuni do'stlar. Ya'ni O'zbekiston Respublikasida rasmiy bayram deb e'lon qilingan va bog'cha maktablarga 3 kun dam olish kuni berilgan do'stlar. Shu fursatda ozgina video qilishni maqsad qildik do'stlar. Barchalaringizga kattakon rahmat, shunchalik bizni podishkada qo'llab-quvvatlab turganlaring uchun do'stlarim. Mana ko'rganlaringdek giloslar pishib qolibdi do'stlar. Mana qip-qizil bo'lib giloslarimiz ham pishib qolibdi do'stlar.